Kecha qizim boshiga baxt qushi 2 marta qo'ndi. Oyshaning xarxashasi bilan oddiy kuni toqqa chiqdik. Boshqa hech qilmasdan chiqib qaytib kelamiz degandik. Lekin xo'jayinim Ahmad jo'jaga kiramiz deb qoldi. Odam shunaqa ko'p, ketsamikin, qo'ysamikin deb turdi. Shanba odam ko'p bo'ladi hamma joyda deb kutib turdik va biz ham o'chirtimiz keldi. Kelganimizdan keyin ovqatlar zakaz qildik. Bemalol yeb, ichib o'tirdik. Bolalarimizga umrimizda qilmagan ishga ruxsat berdik. Ya'ni marojnini ilitmasdan, isitmasdan shundoq yeyishiga ruxsat berdik. Qorin to'yda ham endi ketamiz deb tursak, shou boshlandi. Erim hazillashib ketadigan paytimiz boshlanadimi shou degdi. Lifestand ozgina o'tirib ko'rib ketinglar deb qoldi. Shu bolajoqlar xursand bo'lasin deb mayli o'tiramiz deb o'tirgandik. Shouning eng kulminatsion joyi baxt qushi o'chirilar ekan va u kimni boshiga tushsa o'sha insonni sahnaga olib chiqib taqdirlashar ekan. Shuni 2 marta o'chirishdi, 2 martada ham Oyshani boshiga kelib qo'ndi. Mashalloh, odam shunaqa ko'p, shuncha odamning ichidan aynan 2 marta Oyshani tanladi bu qush. Oyshaga qo'shib tuqqan onasini ham chaqirishdi va o'rtaga stol qo'yib bizani o'tkazib qo'yishdi. Endi nima qilisharkin deb tursam, qizimni boshiga korona, mani ustimga esa cho'pon olib kelib kiygazishdi. O'zim xudo knyazi xotinimdek his qildim. O'zi meni erim laqablari ham knyaz. O'tiga hayajonimni men gapirmay, sizlar eshitmaysiz. Sizlar o'zinglarni qanaqa tutgan bo'lardinglar shunaqa vaziyatda? Biz uchun yana raqslarga ham tushib berishdi. Maza qilib raqslarni ham ko'rib oldik. Desam bir payt kelib tepamizda yelpib turishsa bo'ladimi? Ikkita qiz oldimga kelsa, "Mana nima bo'lyapti? O'rnimdan turaman" desam, "Yo'q, o'tiring" deb meni uqalab ketishdi. Shohlarning xotiniga maza bo'lgan ekan, kanizaklari yelpishadi, uqalashadi, yaxshi e'tibor berib qarashadi. Bular qo'ygan ishini qizim ko'rib qiqirlab kulyotdi. Bir payt qizimni ham oldiga kelib uqalab ketishdi. Keyingi komplimentligi esa shirinlik olib kelib, o'z qo'llari bilan yedirib qo'yishdi. Biror narsa yedirib, og'zingizga artib qo'ysa bir ajoyib bo'lar ekan. Xullas, bu shouda bizga shirinlik va 200 minglik voucher sovg'a qilishdi va hammani oldida e'tiborda bo'ldik. Qizim esa toj kiydi. Qizim bu dunyodagi toji, inshaalloh jannatlarda ham oltindan toj kiyish nasib qilsin. Agar sizga video qiziq bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Qiziq storylarimizni ham kuzatib turinglar.